Assalomu alaykum Farg'ona Fisherman YouTube obunachilari. Yozyovon tumani Qoratepa qishlog'ida yangi ko'l ochilyapti. Kecha ochilgan to'g'rirog'i. O'sha ko'lda bugun sizlarga natijalar ulash maqsadida ketyapmiz. Kuzatib boringlar, yo'llar tushuntirib boramiz. Biz ketayotgan yo'l hozir Qoratepa Bo'z yo'nalishi. Favorotlarda videolarga olib ko'rsatib berib ketamiz. Mana Bo'zdan kelishda Osiyo magazindan o'tib boriladi. Mana Osiyo magazindan o'tib где-то 800 metrcha o'tiladi. Keyin o'ngga favorot keladi. Ularni ham ko'rsatib boramiz. Kuzatishda davom etinglar. Mana Qoratepa favorotiga ham yetib keldik. Juda o'zgaribsan. Ochilib ketibsan. O'ngga. Ha, işte o'ngga. Assalomu alaykum. Mana bu yog'i Qoratepani bozoriga ketadi, sentrdagi. Shu yerdan o'ngga burilamiz mana. Marg'ilon shahrida. O'ngga burilib to'g'ri boramiz. Javob bormi? Bizdan Bizni Instagram, Telegram, TikTokda kuzatib boringlar. Podpiska layklarni unutmanglar. Natijalar video davomida ko'rsatib boramiz. Assalomu alaykum. Qanday bozor? Marhamat, siz Nodirbo'yeva kamiyatda. javob bormi? Bahor yomg'iri. Aniqmi? Shu Qoratepani maktabi. Bahor yomg'iri juda ham to'g'ri, albatta. Qoratepani maktabi shu. Eski kino haqiqatlari kino bahor yomg'iri deb nomlanadi. Marhamat, salomlar bormayaptilarki. O'zbekistonga salom oynani. Kuzatish davom etinglar. Yana favorotlarda ko'rsatib boramiz. Qoratepa xo'jaligi tugadi. Dag'i chap tarafi molxonamikin shunaqa. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Bitta to'g'ri yuriladi. Rahmat, Farg'ona radiosidan uzoq tashbih. Xo'p, qadrli do'stlar, o'yinimiz yakuniga yetdi. Oldin esa so'ralgan qo'shiqlarni birga eshitamiz. Mana molxonasi bu ekan mana. Mana shu Karbala oldidan o'ngga burilamiz. Qadrlash faslida. Qoldimi? Ha? Netdi. Loyiga kirib bormi? Qo'ra loyiga kirib. Ha, bo'pti. Naqsa ashdan qaytaveraman, ketaveraman. Mana shu molxonani oldidan o'ngga burilasizlarda to'g'ri kirib boraverasizlar. Где-то ikkita yer yurasizlar. Yo'q yerda to'lovda shiypan keladi. Dadam bilan birga kelyapti. Dadam ishi zaralagan kel o'g'lim loyiga kirmaydi dedi. Dadamni qaytarib yubordim loyiga kirgizmasdan. Bag'laja loy emas mana. Namda endi mashina jichipchil loyiqa sachiradi. O'shani hisobiga dadamni qaytarib yubordim. Mashina loy bo'lmasin deb. Mana peshkom ketyapmiz. 100 metrcha qoldi. Mana bir ikkita yer yurganimizdan-ki shu yerda ko'k shiypan bor. Fermer xo'jaligi. Mana shu yerda kecha 500 kilo bag'at to'kilgan. 200 kilo karas, 300 kilo sazan. Bugun yana 150 kilo to'kiladi.
Mana shu yer. To'rtta odam xolos ekan hozircha. Ko'pchilik endi ovchilarimiz bittaga kelishyapti. Ko'limiz ketadi 100 metr. 100 metrdan oshiqroq. Chuqurligi 1 metr, 1,5 metr, 2 metrga doğru bor ekan. Mana Qorateva Ziyo gruppasida birinchi natija. Qani balig'ingiz? Mana baliq zo'ridan chiqdi mana. Qo'lingizni ushlab qo'ying, qo'lingizda. Xo'p, mana. Shu yerliksiz-a? Qorateva Sholiy akamizda mana. Birinchi natija mana bugungi. Ertamanda. Mana. Alloh barakasini berib hammamizga. Mana odamlar kelishni boshlayapti mana sekin-sekin. Xohlasa bugun ko'limizga fayz baraka yog'iladi, xudo xolasa. Dadam ketdi, ishi zaril ekan. Ko'limiz holatlari suvni betni nomiga qirib tushgan singari bo'lib uzilyapti. Tak qalmoq tashlasanglar o'zi kirib ketyapti. Bu ko'limizga kirish ikkita qalmoqqa 50 ming so'm, bitta qalmoqqa 30 ming so'm ekan. Baliqlari yirik. Hozir yana 150 kilo baliq aytishibdi, hozir kelar ekan. Baliq to'kilish jarayonlarini ham ko'rsatib boramiz. Hozircha bitta natija bo'ldi. Mana shu o'rtaroqqa kelay deb, o'rtaroqqa kelib qalmoqni tashlab turibman. Jarayonlarni kuzatib boringlar. Podpiska bosinglarsan, podpiska bosmayapsizlar. Podpiska laklab bosib tursangiz, yana ham ko'proq odam ko'radi. Sizlar sababchi bo'lib qolasizlar. Qortepada ko'limizda akamizning ikkinchi natijasi mana. Ikkinchi natijasi mana. Qulluq bo'lsin aka. Qulluq, rahmat. Mana ikkinchisini oldim, malades. Akamizdan natijalar mana. Nechinchisi aka? Birinchisi mana. Qortepa ko'limizda mana. Mehmonlarimiz kelyapti mana. Asqar tog'a qalay bo'ldi? Kelyapsizmi damlab olib? Mana. Boshlandi jarayonlar. Mana akamizning 3-natijasi mana. Qulluq bo'lsin aka. Aka, qalmog'ingizga qaysi qori dam solgan? Mana 3-sini oldi aka mana. Malades, qulluq bo'lsin. Mana akamizda. Zo'r. Mana Qortebadagi ko'limizda natijalar. Nechinchisi? Birinchisi. Birinchisi qulluq bo'lsin. Qulluq. Ha, doimiy bo'lsin. Mana ovchilarimiz sekin ko'payishni boshlayapti mana. Jarayonlar qiziqarli ravishda ketyapti. Baliq to'kilmay turdi hozir. 5 tamikin, 6 tamikin natijalar bo'ldi. Balig'imiz och keladi. Yeyishyapti. Akamiz kelib natija qilibdi mana. Hozir keluvdi. Ha, kelaverasizlar mana. Baliq to'kilmay turib natijalar zo'r bo'lyapti. 8 tamiga baliq ushaldi. Adashmasam yana. Hozir balig'imizdan yetib kelarkan, ko'l egasi bilan gaplashdik. Hozir uzoq 1 soatda yetib keladi, bugun kech qolyapti, deyapti. Akamizdan natijalar mana. Undan natijalar mana. Mo'g'alaylarmi chiroyligini baliqlarni. Kelib oldi mana akamiz. Qulluq bo'lsin. Mana bir natijalar mana. Tepadagi ko'limizda mana. Gapirib turing-da, indamay o'tirmang. Qulluq bo'lsin mana.
Pullar hammaga bo'lsin. Mana hammaga bo'lsin mana. Natijalar qayerdan keldi aka? Shundan keldik mana. Ular qalay bo'lyapti aka? Yaxshi. Xudoga shukr bo'lyapti mana. O'quvchilarga tavsiya qilasizmi? Albatta. Ertaga kelishadi. Kelaveringlar mana. Hali baliq to'kilgani yo'q, baliqlarimiz chiqyapti, zo'r chiqyapti. Mana to'rttagan joyda to'xtab oldi. Qimlatyapti. Ha, turibdi. Sol endi sudrab ket baliq qo'sh. Yo'q, yutsa sudraveradi. Shu yuraveradi, yutib olsa. Karas ham bo'lishi mumkin. Karas undan sho'qmi? Mana akamizdan yana bir natija mana. Birinchi natijasi aka. Qutlug' bo'lsin aka. Natijalar zo'r. O'quvchilarga nima tavsiya berasiz? Kelishini. Kelinglar mana omadlarini sinab ko'ringlar. Bizda yana bir natijalar bo'ldi. Nechinchisi? Uchinchisi. Uchinchisi mana Michiruli akamizda. Qutlug' bo'lsin. Pullar hammaga bo'lsin. Kelaverasizlar mana. Jarayonlar zo'r bo'lyapti. Mana akamizdan ikkinchi natijasi mana. Navbahorda maktabga, Navbahorda. Ha, Navbahorli akalarimizdan. Navbahordan kelib chiqyapti. Ana. Kelinglar, tavsiya qilamiz. Mana kelinglar. Akamizda yana bir natija. Qutlug' bo'lsin aka. O'quvchilarga nima tavsiya berasiz? Hamma kelaversin, kelib ushlaversin. Omadlarini sinab ko'ringlar. Bizdan natijalar. Qutlug' bo'lsin aka. Qutlug'. Davomiy bo'lsin. Kelinglar mana, baliq to'kilmasa ham zo'r bo'lyapti. Mana akamizda baliqlarni ko'rsatib qo'yaylik, baliqlarni. Bu baliqlar qaranglar. 3 ta sazan, bitta karasa, yana 4-chi sazanni solyapti mana. Michiruli akamiz. Qutlug' bo'lsin. Mana Sher akamizdan yana bir natijalar mana. Ustani damini berdi, shogird. Mana ikkinchi natija. Mana akamizning 3-chi natijasi mana vaqtdan. Navbahorli akamizdan. Ular jarayon zo'r bo'lyapti. Hali baliq to'kilgani yo'q ama. Baliq to'kilmay zo'r bo'lyapti ular mana. Kelaverasizlar. Navbahorli tog'amizdan birinchi natijalari. O'g'lida 3 ta bo'ldi ama. O'quvchilarga tavsiyangiz? Baliqchilar kelsin, baliqchilarga omad. Yaxshi baliq chiqyapti. Yutyapti mana, ko'rib olinglar. Yutyapti, baliq yeyapti. Ilinib chiqayotgan baliqlar yo'q bu yerda, hammasi yeyapti mana. O'g'lidan 3 ta bo'ldi mana. Toshloqlik Navbahorli akalarimizdan mana. Mana Shuri akamizdan natijalar 2 ta bo'ldi, ikkosini ham olganim yo'q mana. Endi kelyapman oldiga. 2 minut bo'ldim kelganimga. 2 minut bo'ldi. Mana balig'ini qaranglar, mana balig'ini. Mana shu odamni taniganlar bormi? Mana shu odamni taniganlar bittadan like urib qo'yinglar. Uzishimga mana tog'amizdan, Navbahorli tog'amizdan ikkinchi natija mana. O'g'li 3 ta, o'zi 2 ta olib qo'ydi mana. Qutlug' bo'lsin. Baliq tortishni qaranglar. Baliqchilar qoni to'yg'oqdi. Baliq ilashtirsak tortmayapti, qaranglar. Qarang. Ha, o'g'lingiz qarmangiz sudra o'ynayapti, ko'tarmayapti. Olib kirmaydi aka. Nega baliq yutib bo'ldi o'shani, qarang. Ko'rdingizmi? Qarang, mana svejiy natija mana. Sek uzilib ketadi. Sek. Uzilmaydi mana. Svejiy natijalar mana. Sek Mana akamizdan mana jarayonlar qarang. Nechasi? 4-chi mana. Zo'r ketyapti o'g'li. Mana akamizdan natijalar mana. Nechinchisi bu?
Ha bu o'sha gapingizni eshitib bo'lishdi. Birinchi natijasi. Yana bir natijalarimiz bor. Qutlug' bo'lsin aka. Nechinchisi bo'ldi? 3-inchisi mana. Mana akamizdan yana bir natija mana. Balig'ini 100 metr yana oldi. Kelaverasizlar. Qani? Dimi bilan tegyapti. Aldadi. Aldadi. Aldadimi? Turibdi. Yo'q, aldadi. Mana akamiz kelib qalmog'ini tashagan ekan, hali chuvalchay solmagan ekan. Baliq kurchoyni o'ziga chiqdi mana. Qutlug' bo'lsa mana. Mana akamizdan kelib mana oldi mana. Qutlug' bo'lsin aka. Rahmat, sizga ham bo'lsin. O'chilarga tavsiyangiz? Hamma kelaversin, omad. Ana. Kecha aka Baliq chiqayotgan joylarni ko'rib olinglar mana. Kelib baliq qayerdan chiqyapti so'rab o'tirmanglar. Baliqlarni uvol. Akamiz yaxshi natijalar qilyapti. Mana tortish jarayonlari. Shashilin, soling. Bo'ldi mana. Voh, mana. Mana bu jarayonlar qaranglar, jarayonlar qiziqarligi. Kim shu qani aka? Qutlug' bo'lsin aka. Nechinchisi? bitta endi. Birinchisi mana, malades. Jarayonlar. Tortyapti hozircha. Biram bo'yoq berishlarga harakat qilaman. O'zimnikini ham tortib qoldi. Voy bilat, qat ko'ralashdi. Voh, mana natija. Mana natija, mana. Svejiy natijalar mana. Mana bu qaranglar, svejiy natijalar mana. Bu sanog'i yo'q ketdi, bu baliqlar qaranglar. Bu obor tashakaga kelgani vaqti yo'q. Akmal aka, qutlug' bo'lsin. Mana zo'r mana. Nechinchisi? Birinchisi. Baliqlarimiz mana. Zo'r bo'lyapti o'g'larimiz. Odamlar ko'p, yaxshi. Biz o'zimiz bir qopdan ushlab qo'ydik. Siyg'anchiq yo'llar. Qani? Omir olib qo'y. Voh, mana. Akamizda mana. Qutlug' bo'lsin. Nechinchisi bo'ldi aka? Ikkinchisi. Mana hammani olaman mana. Mana shuncha odam. Qaranglar mana. Mana baliq. Mana natijalar. Shunga qarab turing. Bu baliqlar qaranglar mana. Ne oldu ila? Qo'g'aga o'tib qoldimi? Bu chiqdi mana. Mana qutlug' bo'lsin. Baliqlar qaranglar, uvol, hech kimga kerak emasmi? Qutlug' bo'lsin. Karamimizdan natijalar bo'lyapti mana. Videoga olib uspet qilib bo'lmayapti. Mana akamiz yana ushladi. Vayda. Tushib ketdi bari. Makinaga. O'rtog'idan natija mana. Nechinchisi o'rtog'i? Birinchisi. Qutlug' bo'lsin. Mana o'rtog'idan ikkinchi natija mana. Qutlug' bo'lsin mana. Rasa paxsa qiladigan loy bo'lyapti, ammo bor tepalarni urib. Akamizdan svejiy natijalar mana. Qutlug' bo'lsin aka. Nechinchisi? Sanog'i yo'q, ha? Mana akamizdan. Ko'taring endi. Yo qalmoq, yo baliq. Bosi.
Voh, qulluq bo'lsa mana. Sekin. Qalmali yoqsa qo'y. Qalma sindirib yuborasiz. Sal qo'yib yuboring, tevaga chiqdi baliq. Zilkadan qo'yib yuboring. Qulluq bo'lsa mana. Pramo natijalarda mana. Mana bu qaranglar, mana. Ha, yo to'xtashpayt yo'q o'rasizlar. Nechisi bo'ldi? Nechisi bo'ldi? Mana baqa qarab qo'ying mana. Nechisi bo'ldi aka? Bu bir 4-si. 4-si mana. To nechinchisi bo'ldi? 3-si mana malladez. Hamma maza qilyapti bugun. Mana abetlarga somsalar bor, qo'y go'shti mana, choylari bilan. Kelaverasizlar. Mana akamizda yana bir natija. Nechinchisi aka? 3-si. Mana nechinchisi bo'ldi aka? 4-si. Gap yo'q. O'zlaring ko'rganlaringni podpiska bosib turinglar. Ha. Mana akamizdan 5-simi? 5-si sanoqda ham adashmayapman ya'ni. Qulluq bo'lsin aka. Mana akamizdan nechinchisi aka? 3-chi natijasi mana. Ularimiz rasavchiga chiqyapti. Akmal aka nima gaplar aka? Bir gapirib qo'ying. Nechta oldingiz? 3 ta. Uy, ana yonimda bo'lib qoldi mana. Voy moriq! Ular qattiq ko'tarib borma, odam basharasini ilib olsa bor, yomon ketadi. Buni qarang mana. Qulluq bo'lsa mana. Nechinchisi? Birinchi. Ha, o'rtog'idan yana bir natija. Nechinchisi o'rtog'a? 4-si. 4-si mana. Mana yana bir natijalar. Mana bu ham o'sha hafta. Oho, baliqlar qarang. Buni qarang, turga. Baliqni ko'tarib qo'ying. Malladdes mana. Nechinchisi? 2-si. Sizdan nechinchisi aka? 5-sini olibdi mana. Akamizda yana bir natija mana. 6-chi natijasi. Baliqlar hali solib ulgurmayapti. Men o'zim videoga olib ulgurmayapti. Sizdagadir loy bo'lib ketdi. Mana natijalarimiz, mana natijalar. Mana oriqlar. Domla bormi oriq? Bormi oriq? Malladdes mana. Hozir keldi, sirada 2 ta oldi, malladdes. Mana natijalar mana. Aytdilar bitta olishdi. Sho'ramiz, rizqimiz bo'lsa o'shamiz mana. Yana natijalarni domladan. Natijalarimiz. Bizda nechinchi 4-si ekan mana. 4-si mana. Qulluq bo'lsa mana. Ha, sizlarga ham bu. Akamizdan 4 ta bo'libdi natijalar. Mahmud aka nimaga? Siz chekkaroqqa tortingda uni. Yana ham chekkaroqqa solingda uni. Mana shu qamishga tirab qo'ying. Bo'ldi, ashga qo'ying. Ilcha sayozroq qilingda. Bu chuqurda u. Bir qarshi tushirib qo'ying. Bo'ldi. Tashlang chekkiga. Mana shu qamishlar orasiga tashab qo'ying. Shuriya aka, jarayon qanaqa bo'lyapti aka, aytib qo'ying. Zerikishlar yo'qmi? Qoratepa nomer ading-a? Ha, ading nechi? 1. Yo'q, 2. 1. Faqir qildi. Ha, faqir yarim bo'pti. Ana jarayonlar. Bombami bugun? Dahshat bugun. Yana bir natija. Nechinchisi bo'ldi? 2-si hali sanashdi, sanayotganlar bor ekan hali. Ana akamizda yana bir natija. Nechinchisi? 5-si.
Kelaverasizlar. Ularimiz avjida mana. Podpiskalarga bosib turinglar. Bundan ham zo'r natijalar ko'rsatamiz. Ana like. Qaysi biri? O'shanisi. Mana yana natijalarimiz. Nimaga qiladi mayni? Bitta shuna ko'tarib oling. Vaydi. Bugungi natijalarimiz bu chakalarimiz qachishyapti mana. Ana akamizdan bitta qarab qo'ying. Ana kamida bir 15 ta bor-ku. Bunisi o'zimizniki. Ana o'zimiz sekin uyga qaytyapmiz. Akalardan o'shagan natijalar mana. Mana ishoncham bor. Ana siriqchi ham bor mana. Mana. Bola baliq ushadi. Gap yo'q, молодец, gap yo'q. Betaga qilaveradi, 15 kilolar. 11 ta. Ha, Ushadingizmi? Ha, ushtagan ushmaydi. Ya bu ta. Ana gitti. shu yerlar shu o'tirishibdi. Sovuq bo'lib ketdi. Biz qaytyapmiz. Ana gullarimiz. Ko'proq natija etay tomonda bo'ldi. Tashama tarafda. Kecha bu tarafda bo'ldi. Sekin qaytyapmiz. Ko'zingga tosh. Kecha lider bo'lgan akamiz ham bugun 4 ta olib, 5 ta olib qo'yibdi. 6 ta, malades, kecha 5 ta oldi. Birinchi o'rinda edi aka. Mayli, omadlaring bersin.